11 bob. Bir kuni Hazreti Aysa bir yerda duo qilib o'tadi. Duo oyoqlashgandan keyin shogirdlaridan biri uningga: "Ey Rabbim, Yahyo payg'ambar o'z shogirdlariga o'rgatganidek, sizmi bizga duo qilishni o'rgatib qo'ysingiz?" dedi. Hazreti Aysa javob berib, mundaq dedi: "Duo qilganinglarda mundaq denglar: Ey otimiz, sening noming ulug'lang'ay. Podsholig'ing yer yuzidimu namoyon bo'lg'ay. Kundilik yemakligimizni bagaysan. Bizga gunoh qilgan har kimni kechirgunimizdek, senmu gunohlarimizni kechirgaysan. Bizni ozdirishlardan saqlab qolgaysan." Hazreti Aysa sözünü davam qilib shogirdlarga mundaq dedi: "Agar yerim kechida do'stingni uyga berib, birodar, menga 3 non beribdi. Uyimga bir do'stim safar bilan kelgan edi. Uyda uni kutgidek bir narsa qolmabdi desang, do'sting uyining ichida turib, meni avvar qilma, ishik taqoqliq, bolalar hammamiz yetib qoldik, xafa bo'lma deb javob berishi mumkinmi? Yo'q. U do'stning yuzini qilmagan taqdirdimi? Sening tortinmasdan qayta yolvorishning vajidan bo'lsa-mu, o'rnidan turib, so'rgan narsangni cho'qim beridi. Shuningga o'xshash, sizlar duo qilib tilanglar. Xudo tilaginglarni beridi. Izdanglar, topsizlar. İşini qiyqinglar, echilidi. Chunki tilaganlar cho'qim erishidi. İzdiganlar cho'qim topidi. Ishni qaqqanlarga ishik cho'qim echilidi. Sizlar beliq talab qilgan o'g'linglarga yilon beratdinglarmi? Tuxum talab qilsa, chayon beratdinglarmi? Gunohkor bo'lgan sizlar farzandlaringlarga yaxshi narsalarni berishni bilgan yerda, arishdiki otanglar tilaganlarga muqaddas ruhini iltifot qilmasmi? Bir kuni Hazreti Aysa bir odamni gochi qilib qo'ygan jinni uning tenidan haydab chiqardi. Shuning bilan gocha zuvonga keldi. Ko'pchilik buningga intayin hayron bo'lishdi. Biroq ba'zi kishilar u jillarni ularning boshlig'i bo'lgan shaytonga tayinib haydab yetidi dedi. Ya'ni ba'zilar uning Xudo tarafidan avatilganligini sinab beqish maqsadida uningdan bir karomat ko'rsatishni talab qildi. Ularning nima o'ylayotganligini bilgan Hazreti Aysa mundaq dedi: "Agar bir davlatdagilar ikki guruhga bo'linib so'qishsa, u davlat zavollikqa yuz tutadi. Bir oiladagilar o'zaro jidal mojaro qilishsa, u oilami vayron bo'ladi. Shuningga o'xshash shayton o'z boshqurishida bo'lgan jinlar bilan so'qishsa, uning podshohligi qandoqmi puttirab tura olsin. Sizlar meni jinlarni shaytonga tayinib haydaydikan deysizlar. Agar darvaqa shundoq bo'lsa, sizlarning agash kuchlaringlar jinlarni haydashda kimga tayandi? Aytganlaringlarning xato ekanligini o'z agash kuchlaringlar dalillab berdi. Amaliyotda men Xudoning kuch qudratiga tayinib jinlarni haydab etdim. Bu Xudoning podshohligining oranglarda namoyon bo'lganligini isbotlaydi. Agar to'liq qurollangan kuchtungur shayton o'z uyini qo'g'dab tursa, uning mol-mulki bexatar bo'ladi. Lekin uningdan kuchtungur biri hujum qilib, uni yengsa, uning tayangan qorallarini tortib oladi va mol-mulklarini o'lja ilib, o'z odamlarga taqtib berdi. Men bilan bir yo'lda ma'mug'allar menga qarshi turg'uchilardir. Menga yig'ib olishga yordam bermaganlar to'z tuvatuvchilardir. Jin birər adamның tenindən haydab etilgandan keyin
qurg'oq dalalarni orlab chiqib, turadigan joy izlaydi. Topamagandan keyin ilgirki uyimga qaytay deydi. Shuning bilan jin u odamning teniga qaytib kelib, ilki odamning dilining pokisi tozalanib, ratlangan uydak bo'lib qolganligini bayqaydi-da, o'zidan battar 7 jinni boshlab kirib, billa turdi. Buning bilan ilki odamning keyinki holi burunqidanmi yomonlashib ketdi. Hazreti Aysa bu gaplarni qilayotganda, ko'pchilik orasida bir ayol yuqori ovozda: "Sizni tug'ib, beqib cho'ng qilgan ayol naqadar baxtli-a?" dedi. Xudoning so'zini anglab, uningga itoat qiladigan kishi uningdanmi baxtlik, dedi Hazreti Aysa. Shu chaqda Hazreti Aysoning atrofiga nurg'un odam olishib olgan edi. U o'zidan karomat ko'rsatishni talab qilgan kishilarga mundaq dedi: "Bu zamonning odamlari nima degan osal? Bular karomat ko'rsat deb turdi. Biroq sizlarga Yunus payg'ambarning karomatidan boshqa ko'rsatadigan ikkinchi karomat yo'q. Yunus payg'ambarda yuz bergan ishlar Ninavi shahridagi xalqqa bir mo'jizalik alomat bo'lganiga o'xshash. Menda inson o'g'lida yuz beradigan ishlarmi bu avlodga ya'ni shundaq mo'jizalik alomat bo'ladi. Qiyomat kuni Arabistondagi Shaba podshohligining ayol podshohi o'rnidan turib, sizlarning ustinglardan shikoyat qiladi. Chunki u Podshoh Sulaymonning oqilona so'zlarini anglash uchun uzun yo'llarni besib kelgan. Mana, hozir bu yerda Podshoh Sulaymondanmi ulug'i bor. Qiyomat kuni Ninavi shahridagi xalqmi qo'pib, sizlarning ustinglardan shikoyat qiladi. Chunki ular Yunus payg'ambarning ta'limini anglab, yomon yo'ldan qaytgan. Biroq bu yerda Yunus payg'ambardanmi ulug' birisi sizlarni yomon yo'ldan qaytishga chaqirsa, quloq solmadinglar. Hech kim chiroqni yiqib, uni ko'rinmas yerga yoki dos ostiga yoshirib qo'ymaydi. Aksicha, uyga kirganlar aniq ko'ralsin deb, uni chiroqdonning ustiga qo'ydi, albatta. Sizlarning ko'zinglar teninglarning chirig'idir. Agar ko'zinglar yaxshi bo'lsa, ya'ni ko'zinglar Xudoda bo'lsa, butun vujudinglar yorug'lik bilan to'lidi. Agar ko'zinglar yomon bo'lsa, butun vujudinglarni qorong'ulik bosadi. Shuning uchun hoshyor bo'linglarki, vujudinglardagi yorug'lik emas, qorong'ulik bo'lmasin. Agar butun vujudinglar yorug'lik bilan to'lib, uningda qorong'ulikdan qancha asar bo'lmasa, xuddi nurliq chiroq sizlarni yo'rtib turgandek, hayotinglar butunlay yorug'likda bo'ladi. Hazreti Ayso so'zlarini oyoqlashtirgandan keyin bir parisi uni uyiga tamoq taklif qildi. Hazreti Ayso uyga kirib, dasturxonda o'ltirdi. Yelqi parisi uning tamoqdan ilgari qo'l yuvish dini qoidasini ado qilmaganligini ko'rib, intayin hayron bo'ldi. Hazreti Ayso uningga: "Sizlar parisilar, teshila pokiz yuyilgan chiniqqochlarga o'xshaysizlar. Qo'llaringlarni yaxshi yuysizlar, biroq ichinglar ochko'zlik va yomonlik bilan to'lgan. Hey nodonlar, teshini yaratgan Xudo ichiga qarab hisob olmasmi? Shunga kambag'allarga ko'ngil bo'lib, o'zinglar ochko'zlik bilan besib yotgan ta'lluqotlaringlarni ehtiyojli bo'lganlarga beringlar. Shu chaqdilar ichinglar ham teshinglar pok bo'ladi. Holinglarga voy, ey parisilar! Sizlar hatto yolpuz,
suzab qatarlıq doğru dərmanlarının ondan biri ülüşünü Xudağı ataysizləyu. Biroq, haqqonilik və Xudağı boğan muhabbətə səl qaraysizlər. Aldı bilən bu işlarni orunduşunlar kerak. Başqa işlağı kəsək, ulağımı səl qaraşqı bolmaydı. Halınlağı vay, ey pərislər, sizlər ibadətxanıda, alayıda orunda olturuşqa, bazalarda, başqalarının özünlağı salam verib, hörmətlişigi amraq. Sizlərgi vay, sizlər xuddi, kişilər ötüb ketib etib, dəsəb çerib bu sezəlməydiğən, sesib ketken, qəbrisiz yerlikə oxşaysizlər, dedi. Məlum bir Tavrat ustazı Həzreti Əysağa, Ustaz, bu sözləriniz bizgə mu haqarat boldu, dedi. Həzreti Əysa onunğa mundaq cavab verdi. Sizlərgə mu vay, ey Tavrat ustazları, sizlər qattıq dini qaydanlar arqılıq, kötürgülü bolmaydigan iğir yüklərini, başqalarının zimmisiga yükləysizlər-yu, özünlər birər barmağınlarını mı müdirtib qoymaysizlər. Sizlərgə vay, sizlər atı boğulurunlar öltəgən peyğəmbərlərinin abidlərini çiraylıq yasıdınlar. Bu sizlərinin atı boğanlarının qılmışlarını yaxlığının latin dərək beridu. Çünki ular peyğəmbərlərini öldürgən bolsa, sizlər o peyğəmbərlərinin qəbirlərini yasab durub, ulağa işənmidinlar. Şunun üçün Xuda özünün danalığı bilən mundaq degen. Mən ulağa peyğəmbər və elçilərimni əvətimən. Bəziləri ulağa tərəfidən öldürüldü. Bəziləri ulağının ziyan kəşliğə uçuraydı. Şunun üçün aləm apırdı boğandım yan ki, peyğəmbərlərini öldürüş günahlarının həmmisiga, yəni Habil'nin öldürülüşünün tatıb, ta ki ruhani Zekeriyanın mərkəzi ibadətxanədəki müqəddəs joy bilən qurbanlıq süpüsünün arlığıda öldürülüşügücü boğan qan qərzlərinin həmmisiga muşu zamanның adamları cavabkar boladı. Şundaq, bularning həmmisi üçün sizlər cazağı tartılısızlar. Halınlağı vay, ey Tevrat ustazları, haqiqat g'azisining oshquchini qo'linglarga elib o'zinglar uning ichiga kirmadinglar. Hatto kirishni xohlaganlarnimi kirgizmadinglar. Hazreti Ayso u yerdan ketgandan keyin Tevrat ustazi bilan parislar uni qattiq so'kib, uningga qiyin savollarni qo'yib, so'zdan tutib elib, ziyonkashlik qilishga fursat kutishdi.